Assalomu alaykum aziz insonlar. Bo'znoch. O'lmas o'tdan bir osh qoshiqni choynakka solib, ustidan 2 piyola qaynoq suvni quyib, 20 minut vaqt damlab qo'yiladi. So'ng bir hafta mobaynida 2 mahal ertalab va kechki paytda ovqatdan oldin 1 piyoladan ichiladi. Qonda qand miqdorini pasaytiradi, qonni suyultiradi, qonni tozalaydi. Buyrak va qovuqdagi o't pufak qopchasidagi toshlarni eritib tushiradi. Bachadondan kelayotgan qonni to'xtatadi va qin yallig'lanishini davolaydi. Oshqozon va ichak yaralari yallig'lanishiga shifo bo'ladi. Qo'l va oyoq uyushishini yo'qotadi. Teridagi toshma va yaralarni yo'qotadi. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.